Assalomu alaykum dunyodoshlar. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir soat 6:47. 2-yanvar 2026-yil. Men sizlarga hozir bitta she'r aytib beraman. O'qiyman she'r sizlarga. Vatanimizda to'la olimlar, vataniga sodiq muallimlar, yana bordir savodsiz hokimlar, hokimlarning sherigi zolimlar. Olimlar hammasidan xabardor, o'zbek muallimlari bo'ldi xor. Guli Ra'noga bormi madadkor, Guli Ra'noga hayot bo'ldi tor. Bormi vatanga sodiq insonlar, zudlikda sotilmoqda makonlar. Kelmoqda o'ylamagan zamonlar, vatanda to'ldi sotqin yomonlar. Xorizor bo'lmoqdadir har zamon, Yajuj Majujga do'st bo'lgan inson. Afg'onda o'zbek ayollar sarson, dunyoda sarson hamma musulmon. Afg'onda ko'p zo'rlangan ayollar, o'zbeklar yordamin kutib yig'lar. Tolibon olib ketib o'ldirar, siyosatda boshqacha gapirar. Mana hali 3 minut bo'lmay dunyoni so'zlari sig'dirildi. Qayta o'qib, qayta eshitib, xohlasangiz, xohlamasangiz yetarli bir marta eshitish. 3 minutdan kam bo'lsa ham haligindaqaga chiqib qolar ekan, qisqa ko'rsatuvga. Sog' salomat bo'linglar. Hamisha omon bo'linglar.